بسم الله الرحمن الرحيم. Urva ibn Mas'ud as-Saqafi Shomga yangi qurollar va jang usullarini o'rganish uchun ketgan edi. Uning maqsadi bu qurol va tayyorgarlikni Toifga olib kelib, musulmonlarga qarshi foydalanish edi. Ya'ni u islomga qarshi kurashish uchun tayyorlanayotgan edi. Ammo Alloh taolo qalblarni qanday o'zgartirishini hech kim bilmaydi. Hech kim. Shomdan qaytayotganida u bo'lib o'tgan voqealarni eshitdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odamlarga qilgan go'zal muomalalari, u zotning rahm shafqatlari, sahobalarning sadoqati va fidoyiligi haqida eshitdi. Eshitganlari uning qalbini larzaga soldi. U shunday bir haqiqatni angladi. O'zi qarshi kurashayotgan, tayyorgarlik ko'rayotgan din aslida haq din ekan. O'zi musulmonlarga qarshi ishlatmoqchi bo'lgan qurol va tajriba endi haqiqatga qarshi ekanini tushunib yetdi. Shuning uchun u uyga ham bormadi. Shomdan to'g'ri Madinaga yo'l oldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelgach, u shahodat keltirdi va musulmon bo'ldi. Endigina islomni qabul qilgan bo'lishiga qaramay, uning birinchi o'y fikri o'zi emas, qavmi haqida edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Toifga qaytib o'z xalqini islomga da'vat qilish uchun ruxsat so'radi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga ruxsat berishga shoshilmadilar. U zot Toif ahlini juda yaxshi bilardilar. Shuning uchun borma, Toif ahli qaysar xalq, seni o'zlarining boshlig'i, eng dono va eng hurmatli kishisi deb bilishadi, ammo musulmon bo'lganingni bilishlari bilan seni o'ldirishadi deb ogohlantirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu gapni ularning tabiatini yaxshi bilganlari uchun aytdilar. Ammo Urvaning qalbi iymon bilan to'lib bo'lgan edi. U agar meni o'ldirishsa ham mayli, men shahid bo'laman, lekin qavmimning do'zaxga ketishiga jim qarab tura olmayman dedi. Mana shu so'zlar yangi musulmon bo'lgan insonning qalbidagi da'vat muhabbatini ko'rsatadi. Bugun ba'zan odamlar kofirlar haqida nega qayryapsan deydi, lekin Urva ibn Mas'ud endigina musulmon bo'lgan bo'lsa ham qavmining hidoyatini o'ylardi. U ularning halok bo'lishini emas, najot topishini istardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni bir necha bor qaytarmoqchi bo'ldilar, ammo Urva agar meni o'ldirishsa ham buning nima zarari bor, men shahid bo'laman deb qat'iy turib oldi. Mana shu uning da'vatga bo'lgan muhabbati va islom uchun jonini fido qilishga tayyor ekanini yorqin namunasi edi. Urva ibn Mas'ud Toifga qaytib keldi. Uni ko'rgan xalq juda xursand bo'ldi. Hamma ko'chalarga chiqib uning qaytganini bayramdek nishonlay boshladi. Ular Urva qaytdi. U yangi qurollar bilan keldi, jang usullarini ham o'rganib keldi. Endi musulmonlar ustidan g'alaba qozonamiz. U bizning eng dono, eng hurmatli va eng obro'li insonimiz deb uni madh etishdi. Hatto uni ulug'lab she'rlar ham aytishdi. O'sha paytda Toif ahlining odati shunday ediki, safardan qaytgan har bir kishi avval Allot nomli butning oldiga borar, unga sig'inib duo qilardi. Shundan keyingina uyga qaytardi. Lekin Urva boshqacha yo'l tutdi. U Lot tomonga ham qaramadi. Yuzini undan burib to'g'ri uyga ketdi. Buni ko'rgan odamlar hayron bo'lishdi. Nimadir noto'g'ri deyishdi. Keyin esa ehtimol safardan charchagandir deb o'zlarini ovutishdi. Odamlar uni kuzatib turishardi. Ammo namoz vaqti kirganda nima bo'ldi? Namoz vaqti kirganda esa hamma haqiqatni bildi. Urva hech kimdan yashirinmadi. Namozini hech kim ko'rmaydigan joyda ham o'qimadi, yo'q. Aksincha Urva baland joyga chiqdi. Baland joyga. Va bor ovozi bilan azon chaqirdi. Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh deb azonni to'liq aytdi. Odamlar hayratda qoldi. Bu nima deyapti? Nima bo'ldi bunga deyishdi. So'ng uni haqorat qila boshlashdi. Sen johil bo'lib qolibsan. Kechagina eng dono inson eding, endi esa nodon bo'lding. Bizni sharmanda qilding. deb turli haqoratlarni yog'dirishni boshlashdi. Urva esa namozni ado etdi va odamlarni islomga da'vat qildi. Endi esa Toif ahli ikkilanib qoldi. Bir tomonda ularning eng hurmatli boshlig'i Urva, ikkinchi tomonda esa u ularni islomga chaqirayotgan edi. Ular endi nima qilamiz? Axir bu bizning yetakchimiz-ku deb hayrat ichida qolishdi. Keyingi namoz vaqti kirganda Toif ahli bir qarorga keldi. Ular uni o'ldirish kerak deyishdi. Urva ibn Mas'ud yana azon aytish uchun chiqdi. U Allohu akbar deb azonni boshladi. Shahodat kalimasini aytib, odamlarni namozga chaqirayotgan edi. Shu payt ular orqasidan o'q uzishdi. O'q uning orqasiga tegdi va Urva ibn Mas'ud shahid bo'ldi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ogohlantirish aynan ro'yobga chiqdi. Subhanalloh. Qanday go'zal shahidlik edi. U endigina islomni qabul qilgandi. Islomga kirishi bilan oldingi gunohlari kechirilgan, hatto yaxshiliklarga aylantirilgan edi. Musulmon bo'lganidan keyin esa hali biror gunoh qilishga ham ulgurmagandi. Uning islomdagi birinchi amali o'z qavmini da'vat qilish bo'ldi va u aynan azon aytayotgan, odamlarni Allohning diniga chorlayotgan paytda shahid bo'ldi. Azonning fazilatlari haqida juda ko'p hadislar kelgan, lekin yangi musulmon bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bay'at qilgan sahoba sifatida da'vat yo'lida azon aytayotgan holatda shahid bo'lish naqadar ulug', naqadar go'zal yakun. Urva ibn Mas'ud o'ldirilgandan keyin Toif ahli o'ylana boshladi. Biz nima qilib qo'ydik? Axir u bizning eng yaxshi, eng dono va eng hurmatli insonimiz edi deyishdi. Ba'zan inson g'azab yoki hissiyot bilan bir ishni qiladi, keyin esa qilgan ishidan pushaymon bo'ladi. Urvaning shahid bo'lishidan keyin Toif ahlining fikri o'zgardi. Ular islom haq din ekanini hammamiz bilamiz. Hatto kofirlar ham buni bilishadi. Faqat kibr va g'urur odamlarni haqiqatni qabul qilishdan to'sib turadi. Bas endi biz ham musulmon bo'lamiz degan qarorga kelishdi barchasi. Lekin Toif ahli o'zaro maslahat qilib, biz boshqalar kabi musulmon bo'lmaymiz. Bizning o'zimizga yarasha shartlarimiz bo'ladi deyishdi. Shundan so'ng ular qabilaning vakillari Madinaga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelishdi va biz islomni qabul qilmoqchimiz deb aytishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu xabarni eshitib juda xursand bo'ldilar. Axir bu o'sha Toif edi. Bir paytlar u zotni toshbo'ron qilgan, eng qattiq qarshilik ko'rsatgan yurt, endi esa o'sha xalqning o'zi islomni qabul qilish uchun kelayotgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni yaxshi kutib oldilar. Izzat ikrom ko'rsatdilar va hadiyalar berdilar. Lekin ular bizning ayrim shartlarimiz bor deyishdi. Rasululloh qani aytinglarchi, shartlaringiz nima dedilar? Ular avval biz musulmon bo'lamiz, lekin zinoni tark qilmaymiz deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday din zinoni halol qiladi? Bunday narsani qabul qilib bo'lmaydi dedilar. Shunda ular mayli zinoni tark qilamiz, ammo ichkilikni tashlay olmaymiz. Bu bizning odatimiz deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni ham rad etdilar. Ular hatto unday bo'lsa musulmon bo'lmaymiz deyishdi. Rasululloh esa bu sizlarning tanlovingiz, lekin ichkilikni halol deb bilgan holda islomni qabul qilishingizni qabul qila olmaymiz dedilar. Keyin ular mayli ichkilikni ham tashlaymiz, ammo riboni tark qilish juda qiyin. Bizning savdomiz, mol dunyomiz shunga bog'liq deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ribo bu din bilan hech qachon birga bo'la olmaydi. Uni olish ham, berish ham, yozish ham, guvohlik qilish ham haromdir deb javob berdilar. Bugun ba'zi bir islomni da'vo qiluvchi soxta ulamolarga qarang, ular riboni halol sanashmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ribo bu din bilan hech qachon birga bo'la olmaydi dedilar. Uni olish ham, berish ham, yozish ham, guvohlik qilish ham haromdir. Shundan keyin ular mayli riboni ham tark qilamiz, lekin bitta narsani tark qila olmaymiz deyishdi. Ular Lot bizning butimiz, bu bizning madaniyatimiz, tariximiz va faxrimiz deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siz aytayotgan narsalarning ichida eng og'iri mana shu. Chunki tavhid bilan shirk hech qachon bir joyda bo'lmaydi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni rad etdilar. Oxiri ular mayli, Lotdan ham voz kechamiz, faqat bitta iltimosimiz bor. Uni o'zimiz sindirmaymiz. Uni sindirish uchun boshqa odam yuboring deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunga rozi bo'ldilar va Abu Sufyon hamda Mughira ibn Shubani u yerga yubordilar. Ular Lotni shunchaki yiqitib qo'ymadi, balki parchalab tashlashdi. Hech narsa qolmaydigan darajada vayron qilishdi. Shunda Toif ahli o'zlari sig'inib yurgan butning na o'zini himoya qila olishini, na boshqalarga foyda yoki zarar yetkaza olishini ko'rdilar. Haqiqat ularga yanada ravshan bo'ldi. Shu tariqa Alloh taoloning nusrati bilan Toif ahli islomni qabul qildi va butun qabila musulmon bo'ldi.